Olmazor tumani Chuqursoy kelganman, shifokorlar mahallasiga. Shu yerda 2 sotuv, 6 ta xona, mana bunaqa 2 etajli qurilgan arzon narxda uchastkamiz chiqqan. Mahalla zo'r, elitniy, yangi qo'ni-qo'shni, suv, gaz, svet, kanalizatsiya, qo'shnilar atroflari gap yo'q. Hozir endi uychilarni ko'rsataman. Mana mana kiraverish yo'li, bemalol mashina qo'ysanglar bo'ladi. Mana uyga kiraverish, hozir bu yo'llarni tushuntiraman sizlarga. Mana hovlisini ko'rsatib, mana bu podvalga ham tushilargan. Mana shu bitta xonani tegi podvali bor. Mana bu hovlisi, kompakting ixcham hovli. Endi buni olgan odam ozgina fasadlarni qilmam, devorlarni ko'tarib o'zingiz uchun to'g'rilaysizlar. Endi uylarning ichini ko'rsataman sizlarga. Xo'p, mana kiraverishimiz, mana bu yog'i oshxona, mana oshxonani ko'rsatib yuboring. Mana oshxona. Oshxona yonida bitta spalni bor ekan, bitta bolalar uxlayotgan ekan, ko'rsatmadim, o'tam kattagina xona. Mana bu yog'imiz mana zal, birinchi qavatda mana bitta spalni, bitta zal, bitta oshxona bo'lyapti. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona, o'zini mana bunaqa общий sanuzel bor, mana bu yoq hojatxona. Mana yog'imiz mana vannaxona. Katta keng, kafellar yaxshi qilingan. Xo'sh, mana chap tarafdan tikib ko'rsating. Bitta zal, bitta spalni qilingan. Endi 2 ta oilaga mo'ljallangan, bitta kichkinalar uxlayotgan ekan. Bu yoq tarafda ham xuddi shunaqa ekan. Bitta endi katta oila turar ekan, o'shaning bu yoqlarni ko'rsatish iloji bo'lmadi. Shu mana bu yoq bilan bir xil. Xullas, narxi срочныйda 125 ming. Harakatni qilinglar. Bunaqa variantli kam chiqadi, tamom.